Dadasi, balki tillarimni sotarmiz. Men singlimni eri bilan hammasini gaplashib olganman. Nima qilasan erkaklarning ishiga aralashib? Er emas, qaynonasi har bir gapida mebel qilmaganimizni yuziga solar ekan. Mayli. Olib chiq tillalaringni. Xo'p, Men uchun singlimning baxti muhimroq. bilasiz-a, bu oyijondan meros. Hali bundan ham zo'rlarini olib beraman. Ey, nima qilganingiz bu? Ko'ziga qarasangiz bo'lmaydimi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi aka? Akajon, bizda ko'rib turgan mebellar xomashyosi Rossiya, Turkiya, Xitoydan keltirilib, mahalliy yetakchi fabrikalarda yig'iladi. Eng asosiysi bizda oddiy ishlab chiqarish emas, hamma mebellarimizga kafolat beramiz. Buxoro bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Aka, bilasizmi? Hozir menda